Lekin hurmatli kuzatuvchilar, 2026-yil 22-avgust qabulxonamizga kelayotgan 5 yulduz olmalar, xudo xolasa qabullar davom etyapti. 5000 so'm qabul qilinyapti. Ob'yomda olinyapti, xudo xolasa. Uzumlarda ham qabullari davom etyapti. Semirenki olmalar mana tushirib, yuklarni o'tkazib ketishyapti inshaalloh. Qabul bo'lgan yuklar mana xudo xolasa Isuzularga ortib manziliga jo'natyapti, xudo xolasa. Kuniga 3 fura, 4 furadan olinyapti, xudo xolasa. Semirenka 5 yulduz olmalar. Semirenka 4200 so'm bugungilik qabuli. Xudo xolasa uzumlar. Uzum qabullari davom etyapti. Xudo xolasa ob'yomda Ikrom hoji tog'am salomat bo'linglar.